It's time! Borussiya Dortmund Barselonaga qarshi Chempionlar Ligasining chorak finalining eng katta o'yinlaridan biri. Bu safar stadionga alohida mehmon singlim bilan bordim. U Dortmund stadioniga birinchi marotaba borishi edi. Shuning uchun juda ham hayajonlandim. Mana o'sha hozirda eng talantga boy deyilayotgan Lamine Yamal. Birinchi o'yinni Barselonada 4-0 bilan yutqazganimiz uchun avvaliga qiyin bo'ldi, lekin o'yin boshlanishi bilan o'yinchilar, muxlislar hamma o'zini 200% o'yinga bag'ishladi. To'g'risi 2-0 bo'lganida bu stadiondagi atmosferani sizga ta'riflab ham berardim. Afsuski, kun oxirida 3-1 yutsak ham bu yetmadi. Lekin barsachilar gapimizga qo'shilsa kerak, o'yinni ancha qizg'in qildik. Butun jamoamizga gap yo'q. Gurasi hat-trikini gapirmasa ham bo'ladi. Shunday qilib zo'r o'yin, zo'r muxlislar, zo'r stadionda yangi Borussiya Dortmund muxlisasi ham paydo bo'ldi menimcha. Barsa shunday qilib Chempionlar Ligasining yarim finaliga chiqdi va unda Inter Milanga qarshi o'ynashadi. Bu yilgi Chempionlar Ligasini kim yutadi deb o'ylaysiz?